Sen uçur ovozini. Hey. Ushib. Qachongacha chiziyman man senga? Hay. Hamma qarasa. Ya shantaj qilma. Bor yo'qolay. Nega urmasan? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video odamlarni dahshatga soldi. Tasvirlardan ko'rishingiz mumkinki, 38 yoshli ayol onasiga nisbatan tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirgan. Bugun biz holat sabablarini o'rganish maqsadida Parkent tumaniga keldik. Qo'ydi olmasin. Jonimga tegib ketdi. Ushbu sud majlisida, demak, men raislik qiluvchi Mamanov O'rolovning kotibligida ko'rib chiqamiz. Qachon qarasa, sen anaqasan, sen mamnaqasan. Bor onangni topib ortib ko'chaga haydaveraverdilar. Чтобы bularga qo'l kerak. Bular farzand kerak emas. Men bu ishga yurishim kerak. Bor gapda ovqatga qo'limni uzatsam, bir xil paytda beradi ovqatni, yaxshi normal yeymiz. Bir xil paytda yema. Olib qo'yadi narsani oldimda ichma. Olib qo'yadi. Ana onam shunaqa qildi. O'sha oldida o'tirib. Ma'lum bo'lishicha, jabrlanuvchi onaxon bundan bir necha yil avval farzandsizlik muammosi sabab videodagi tajovuzkor qizini 3 kunlik chaqaloqlik paytida asrab olgan. Ertalabdan ko'chaga ketadi. Shu qilgani tuhmat, sen u deding, sen bu deding. Janjal chiqishini sababi shunda vannaxonani oldiga bundoq borib turdim, o'shadan bir narsani otdi. Keyin aytdim, menga nega otyapti dedim. Eshikni kelib tepdi. Tepuvdi, men aytdim, menga qara. Otang yo'q, eshikni tuzatadigan. Eshikni sindirib yubording. Na unaqa qilyapting desam, shunaqa qilib chopib keldida, shunaqa chakagimni tagiga urvardi. Urvardi, bir narsa tushib ketdi. Men aytdim, nima tushib ketdi deb quloqlarim guvillab ketdi. Hayron qoldimda, qarasam ziragimni ushirib yuboribdi. Shunaqa uradigan darajada men bunga nima deyman? Xudo masan yo'q qildirmasdan qo'ymayman san. Bu otamga ham, onamga ham, bizaga ham kun bermagan. Pichoqlar tirab, o'roqlar bilan odamni quvlaganlarini aytmaydi-da sizga hozir. Artistlik qilyapti-da bu. Men bu yuziga telefon qilishga majbur bo'ldim. Uchastkavoy chaqirishga, Parkentga militsiyaxonalarga kelishga majbur bo'ldim. Sababi onam insult olgan, davlenasi bor. Onam pensioner, pensiyalargacha o'g'irlab ketyapti. Non puli ham qolmayapti. Kecha mana onam bilan telefonda gaplashdim. Pulimni o'g'irlab ketyapti deydi. Qanaqa qilib onam bu bilan yashaydi? Qanaqa qilib men kelib onamdan xabar olib ketaman? Qaynonam oldida ham sharmandaman. U videoda ko'rganlaringlar oddiy urushgani u. Men bular montajdan charchaganman. O'sha ertalabdan chiqib ketgan bitta non olaman, baklashga suv olaman, bo'ldi ko'chada yuraman. Kechqurun faqat uxlashga kela olmas shu. Bularni anaqasidan. Bular hozir maqsadligi qamatish, it jinnixonaga tiqish. Meros qolish kerak. Menga hech qanaqa meros kerak emas. Men shu yerda kerak bo'lsa anaqa qilaman. Menga просто tinchlik kerak. Men bulardan qutulsam bo'ldi. Menga kerak emas bunaqa singlim. Chunki menga yoshligimda aytgan, to'g'ri chiqishmaganmiz. Nimaga aytmayapsiz hali sababini? Потому что aytgan. Чужой сам. Sen uçur ovozini. Hey. Ushib. Qachongacha chiziyman man senga? Hay. Hamma qarasa. Ya shantaj qilma. Bor yo'qolay. Siqir. Shantaj qilmaga. Tushundingmi? Siqir. 3 kunlik chaqaloqligidan olganman. Urushgacha keldi. Xo'jayinim shunaqa yaxshi inson edi. Shu ezib o'ldirib yubordi. Keyin shu 6-moy voqeasi bo'lgan ekan, men xabarimni o'qishda edim. Bularga o'sha uchastkovoy bo'yicha material qilib 7-moy kuni ham olib borgan, 26-aprelda ham olib borgan. Qayta ko'rikka. Ular sog'lom deb qaytarib beribdi. 7-moy kuni yana olib borgan. Olib borganda yana olib qolmasdan qaytib beribdi. Bu bo'yicha keyin endi men haqorati bo'yicha sudga material qilib olib chiqishga tayyorlanyapman. Bunaqa menga ta'ziq o'tkazyapti, menga zo'ravonlik qilyapti deb hech qachon aytmaganda bu ayolda bizaga. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha aynan mana shu Parkent tuman sudida onasiga nisbatan tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirgan fuqaroga nisbatan sud jazo tayinladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206 moddasi hamda 41 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206 moddasiga asosan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida, ya'ni 8 240 ming so'm jarima jazosi tayinlansin.
O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzr-kesir 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazo o'tash muddati 21 may 2026 yil soat 15:20 dan boshlab hisoblansin. Bugun ota-onasiga qo'pol munosabatda bo'layotgan ayrim farzandlar mazkur voqeadan xulosa qiling va bir narsani unutmang. Qaytar dunyo qaytishi va bir kun o'z so'zini aytishi mumkin.